Leksimizni başlayımız hürmetli vatandaşım. 92 yıllık ortak tonuş degen zada kandak mal. Dikkat vatandaşım. 2015 yılı 5. ayının 5. günü Li Dinghui, sabık prezident Tayvan'ın prezidenti Li Dinghui 92 yıllık ortak tonuş deydiğen neresi yok. Eğer bunu devirdiğen bolsan Tayvan yok bulup gitidi. Dedi mavzulu haber. 2015 yılı 5. ayının 5. günü Dovi Tor betide ilan kılıngan idi. Haber bundak başlangan. Tayvan'ın prezidenti Ma Ying-jeou 5. günü mundak ko'rsatdi. Kuomintang Partisining raisi Zhou Lilun Jungkook'la quruqlikqa chiqib g'alaba qildi. Hamda tarixni asliga keltirib, 1992 yil 8 oyda Tayvanning shu vaqtdagi prezidenti Li Dinghui prezident mahkamasida Davlatni birlik keltirish komitetining umumyuzlik yig'inida ustalik urib turib bekitgan qarorni, ya'ni mushuni Beijingda yoki Jungkook'da Zhou Lilun o'ttirib elib chiqdi. Bunun bilan nima demekçi? Tarixni asli keltirdi demekçi. Ki bo'ldi. Sobiq prezident Li Dinghui prezident Ma Ying-jeouning ko'rsatmasi qarta mundaq javob berdi. Yuqorqi gap Ma Ying-jeouning so'zi, prezident Tayvan prezident Ma Ying-jeouning so'zi. Li Dinghui mundaq javob qaytardi. 92 yillik o'rtaq tunish deydigan o'rtaq tunish yo'q. Shu vaqtda men Tayvanga prezident edim. Söhbətə qatnaşqan iki tərəf o'ttirısida hech qandaq o'rtaq tonush bo'lgan emas. Universal matbuotlar 5. ayının 6. günü, yani 2015 yılı xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Tayvanning prezidenti Ma Ying-jeou 5. ayının 5. günü Malayziyadan kelgan Malayziya Tayvan Suli hamkorlik komiteti ziyorat vakillar umumini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Jungo Kuomintangning raisi Zhou Lilun Jungko'ni ziyorat qilib, elila qaytib keldi. Ular 92 yillik o'rtaq tonishni asos qilishda ching turdi. Ya'ni Zhou Lilun bilan Beijingda ko'rishgan rais Xi Jinping 92 yillik o'rtaq tonishni asos qilishda ching turdi. Bu intayin muhim. Ma Ying-jeou mundaq ko'rsatgan. 92 yillik o'rtaq tunishning hujjatlik mazmunini prezident Li Dinghui bekitgan. Shu vaqtda Jungo bilan Tayvan bir Jungo intayin sazgur masalasi to'g'risida suhbatlashgan. Tayvanning o'zining so'zi bo'lishi kerak edi. Prezident Li Dinghui davlatni birlik keltirish komitetining yig'iniga riyosatchilik qiladi. Men tadqiqotchi a'zo sifatida qatnashdim. Eng oxirida ikki qirg'oq bir Jungo prinsipida ching turadigan bo'ldi. Lekin bir Jungo prinsipining mazmun ma'nosi qarorda farq bo'ldi deb ko'rsatdi. Tayvanning prezidenti Ma Ying-jeou 2015 yil 5 oyning 5. Prezident Ma Ying-jeouning yuqorqi so'zlariga qarata sobiq prezident Li Dinghui 2015 yılı 5. ayının 5. günü Tayvan Zhongzheng Üniversitesi'de notok sözlegende muhbirinin ziyaretini kabul kılıp mundaq ko'rsatdi. Men bir necha 10 qatim so'zladim. 92 yildagi o'rtaq tonush degan o'rtaq tonush yo'q. Yana so'zlaverdigan bo'lsang, undaqda Tayvanmi yo'q bo'ladi. Şu vaqtda suhbatga Jungo tarafdan Wang Daohan, Tayvan tarafdan Go Junpo qatnashgan. Bu ikki kishi allaqachon o'ldi. Ikki taraf o'ttirisida hech qanday o'rtaq tonish bo'lgan emas. Nereden kelgan 92 yildagi o'rtaq tonish ekan o, dedi sobiq prezident Li Dinghui. Hozirmi hayot yashayotdi. Şu Hanzo tilida so'zlaydigan har qanday bir kishining ichida, masalan, o'zini siyosiy aralashtirdim degan kishilarning ichida mayli tarixda bo'lsin va hozir kelgusi qanday qildi bilmayman, birdan-bir vijdonlik, axloqlik, adolat prinsipi ching turadigan siyosyon faqatla Li Dinghui. Ondan boshqa ikkinchi bir Hanzoning siyosat maydonida bunday so'zlagan so'zni anglab bakmadim.
Jolilun bilen Reis Xi Jinping uçuruşup, Gomindanın reisi Jolilun'un Jungo Tayvan okşaşla bir Jungo'ga mensup digenligi doğrusu sabık prezidenti Li Donghoy mundak deyişinin hazır hiç kandak ahmiyeti kalmadı. Yani Tayvan Jungo işkisi bir Jungo mensup deyişinin hazır hiç kandak ahmiyeti kalmadı. Tolu sözlep ketdi. Yok eş demek yok iştir. Mana yok eş demek o yok iştir. Yok narsani iş degilim bo'lmaydi. Ularga xato oluş ne olsun yok. O fakat yok. Mesela ezelden Jungo'da qaysi bir hakimiyet Tayvan'ga hükümranlık kılıp bakkan emas. Men xandallığı davrda hükümranlık kılgandaydı yalgan gap. Men xandallığı davrda Jing Qingbi siyasi panalık tilep Tayvan kaçıp kelgen adam. Hani şu. Siyasi panalık tilep Tayvan kaçıp kelgenligi üçün Tayvan şunun sizmini bop kalmaydı ki. Hoş, hiç kaçan Tayvan'ga Jungulukla hükümranlık kılıp bakmagan. Bu Jiang Zemin'in hükümranlığı başka bir iş. Jiang Zemin'in hükümranlığı başka bir iş. Hiç kim bir bunun hükümranlık kılıp bakması bu Tayvan kandaksı bir Jungunun içindeki bir өлkө oludu ya ki kandaksı Tayvan Jungu işkisi bir Junguga mensup bolup bakmaydigan mantak ekan. Li Donghoy ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. 92-yillik o'rtaq tonish degan tonish yo'q. Shu vaqtda men prezident edim. Söhbət qatnaşqan ikki taraf o'rtasida o'rtaq tonish yo'q edi, bo'lgan emas. 20-30 yildan keyin bu ishda so'zlayapsizlar. Xuddi boshqa ish yo'qdek. 92-yillik o'rtaq tonish deydigan o'rtaq tonish yo'q. So'z davrdigan bo'lsanglar, Tayvanmi yo'q bo'lib ketadi deydi. Hurmatli Reis Xi Jinping, hurmatli Vezir Li Keqiang apan, bu yo'q ekan, yo'q bir tonish ekan. 92-yillik o'rtaq tonish degan asli tarixda mavjud bo'lmagan nima ekan, bir yolg'on ekan, bir yolg'on to'qilma ekan. Bu yolg'on to'qilma uchun hozir navbatda Tayvanda prezident bo'lib saylangan Tsai Ing-wen xonimni nemish qiynaysizlar endi? Nemish bu yolg'onni e'tirof qilib majbur qilasizlar endi? Bir siyosiy yo'l qilsalar. Hurmatli Reis Xi Jinping adam, Reis Xi Jinping efendi bir siyasi olsalar. Mesela Rusya'nın erkekler doğru söz sözlüğü adam mısınız efendi? Koyuviteyle. Prezident Tsai Ing-wenni koyuviteyle. Onun 5. ayının 20. gün nime dep nutuk sözlüşünü anlayın. Şunun dikkat kılınlar ki vatandaşım, burun azdır köptür Amerika Qo'shma Shtatlarının siyasi yolları 92-yillik o'rtaq turishda egizga olganda belki mening taza diqqatim bo'lmabdi. Lekin bu yil 1. ayının 16. günü Tayvanda prezident saylan bo'lib, Tsai Ing-wen xonim prezident bo'lib saylangandan keyin to'g'ri yoki matbuotlarda Amerika siyosiy yo'llarining 92-yillik o'rtaq tonish degan gapni egizga olganligini uchratmadim vatandaşım.